2026 Chevrolet Damas shahar ichida va kichik biznes ehtiyojlari uchun mo'ljallangan ishonchli va tejamkor avtomobil sifatida o'z mavqeini saqlab qolmoqda. Ushbu model ixcham o'lchamlari tufayli tor ko'chalarda bemalol harakatlana oladi va yuk tashish jarayonini ancha osonlashtiradi. Tashqi dizayni soddaligi bilan ajralib turadi, lekin aynan shu soddalik uni amaliy foydalanish uchun juda qulay qiladi. Old qismi an'anaviy shaklni saqlab qolgan bo'lib, faralar va radiator panjarasi mustahkam ko'rinish beradi. Kuzov balandligi yuk ortish va tushirishda qulaylik yaratadi. Avtomobilning eshiklari keng ochiladi, bu esa yuklarni joylashtirishda vaqtni tejaydi. 2026 yilgi talqinda metall qoplama sifati yaxshilangan va korroziyaga chidamlilik oshirilgan. Salon ichida minimalizm saqlangan bo'lsa-da, haydovchi uchun zarur bo'lgan barcha asboblar aniq joylashtirilgan. O'rindiqlar uzoq masofada ham charchatmaydigan qilib ishlab chiqilgan. Asboblar paneli sodda va tushunarli, tezlik, yoqilgi darajasi va dvigatel harorati aniq ko'rinadi. Rul boshqaruvi yengil va shahar sharoitida manevr qilishni osonlashtiradi. Konditsioner tizimi iqlimi issiq hududlar uchun yetarli darajada samarali ishlaydi. Oynalar mexanik yoki elektr boshqaruvga ega variantlarda taklif etiladi. Ushbu avtomobil kundalik ishlar, yetkazib berish va oilaviy ehtiyojlar uchun mos keladi. Video davomida barcha tafsilotlarni diqqat bilan ko'rib chiqamiz va agar siz bunday foydali avtomobillar haqida ko'proq bilishni istasangiz, Auto Insight kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu yerda sizni doimiy ravishda yangi va ishonchli avtomobil sharhlari kutadi. 2026 Chevrolet Damas texnik jihatdan ham soddalik va ishonchlilikka asoslangan. Dvigatel hajmi kichik bo'lishiga qaramay, kundalik yuk tashish uchun yetarli quvvatni ta'minlaydi. Yoqilgi sarfi past bo'lib, bu uni iqtisodiy jihatdan juda foydali qiladi. Mexanik uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va xizmat ko'rsatish xarajatlari arzonligi bilan ajralib turadi. Osma tizimi shahar yo'llaridagi notekisliklarni yaxshi yutadi va yuk bilan ham barqaror harakatni ta'minlaydi. Tormoz tizimi old va orqa gildiraklarda samarali ishlaydi. Bu esa xavfsizlik darajasini oshiradi. Shinalar o'lchami avtomobil vazni va yuk ko'tarish qobiliyatiga mos tanlangan. Yukxona hajmi kichik biznes egalari uchun yetarli bo'lib, turli mahsulotlarni qulay joylashtirish imkonini beradi. Ichki makonda saqlash bo'limlari mavjud bo'lib, hujjatlar va mayda buyumlarni tartibli saqlashga yordam beradi. Yoritish tizimi kechki va tungi vaqtda yaxshi ko'rinishni ta'minlaydi. Xavfsizlik kamarlarining mustahkamligi va o'rindiqlarning ergonomik joylashuvi haydovchi va yo'lovchilar uchun qo'shimcha ishonch beradi. Ushbu modelning asosiy ustunligi uning uzoq muddat xizmat qilishi va ehtiyot qismlarining oson topilishidir. 2026 yilgi yangilanishlar avtomobilni yanada barqaror va qulay qilgan. Agar siz oddiy, lekin ishchan avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, bu model albatta e'tiborga loyiq. Videoni oxirigacha tomosha qiling va Auto Insight kanaliga obuna bo'lib, shunga o'xshash foydali avtomobil tahlillaridan doimiy xabardor bo'ling, chunki sizning ishingiz va kundalik hayotingiz uchun to'g'ri tanlov qilish juda muhim. 2026 Chevrolet Damas bozordagi raqobatchilari orasida narx va imkoniyatlar muvozanati bilan ajralib turadi. U nafaqat yuk tashish, balki oilaviy foydalanish uchun ham mos keladi. Avtomobilning xizmat muddati uzoq bo'lib, muntazam texnik ko'rik bilan yillar davomida muammosiz xizmat qilishi mumkin. Ehtiyot qismlarining arzonligi va servis tarmoqlarining kengligi uni yanada jozibador qiladi. Dizaynida ortiqcha bezaklar yo'q, lekin aynan shu jihat uni ishonchli ish quroliga aylantiradi. Haydovchi uchun ko'rinish burchagi keng, bu esa tirbandlikda va tor joylarda harakatni yengillashtiradi. Yon oynalar va orqa kozgular orqali atrofni nazorat qilish qulay. Salon materiali oson tozalanadi, bu esa tijorat maqsadida foydalanishda katta afzallik beradi. Shovqin izolyatsiyasi o'rtacha darajada bo'lsa-da, shahar tezliklarida yetarli qulaylikni ta'minlaydi. Avtomobil sovuq va issiq ob-havo sharoitlariga moslashgan. Elektr tizimi barqaror ishlaydi va kundalik foydalanishda muammo tug'dirmaydi. Yuk ko'tarish qobiliyati kichik biznes uchun ideal bo'lib, bozor, do'kon va yetkazib berish xizmatlarida keng qo'llaniladi. 2026 yilgi Chevrolet Damas ishonch, tejamkorlik va soddalikni qadrlaydiganlar uchun to'g'ri tanlovdir. Agar siz ham shunday avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, ushbu video sizga foydali ma'lumot beradi.
Auto Instinct kanaliga obuna bo'lish orqali siz kelajakdagi yangi modellarning batafsil sharhlarini birinchi bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Bu esa avtomobil tanlashda sizga doimo yordam beradi va to'g'ri qaror qabul qilishingizni osonlashtiradi.